Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. 3 xil zararli odat. Afsuski, zararli odatlar ro'yxati spirtli ichimliklar ichish yoki tamaki chekish bilan chegaralanmaydi. Quyida ko'rinishidan beg'arazday ko'rinsa-da, kishi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi odatlar haqida suhbatlashamiz. Tirnoq tishlash. Yer yuzi aholisining har 3tadan biri bu odatni qoyilmaqom qilib bajaradi. Nima uchun inson tirnog'ini tishlaydi? Mutaxassislarning ta'kidlashicha, tirnoq tishlash istagi ichki kechinmalar va tushkun kayfiyat bilan bog'liq ekan. Aksariyat insonlar ish joyida ishlarining ko'pligidan xunob bo'lganlaridan tirnog'ini tishlay boshlaydi. Ba'zilar esa chekishni tashlab, yana tamakiga tutilmaslik uchun tirnog'ini tishlaydi. Ba'zilar bu ishni zerikkandan bajaradi. Nimaga yetaklaydi? Birinchidan, tirnoq chetini hadeb tishlayverish tirnoq etini jarohatlanishi va mikrob tushishiga olib keladi. Ikkinchidan, tirnoq ostida kishi organizmida birorta bir jiddiy kasallik qo'zg'ashi mumkin bo'lgan mikroblar qo'nib topgan. Uchinchidan, qattiq tirnoqni tishlash oqibatida tish emali ham yimirila boshlaydi. Burunni kavlash. Agarda bu odatni kuniga 1-2 marta bajarsangiz, xavotirga o'rin yo'q. Biroq bu tozalash ishi bilan ko'p mashg'ul bo'lish haqiqiy nevroz kasalligi mumkin. Hindistonlik tadqiqotchilarning aniqlashicha, burunni kavlash shilliq qavatning zararlanishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, burun kavlash odati vaqti bilan qon ketishlari bilan tugaydi. Husnbuzarlarni siqish. Yuzdagi husnbuzarlarni siqish terida yallig'lanishlar va o'z o'rnida ko'rimsiz chandiqlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Salomat bo'ling!